Assalomu alaykum. Hayotingizda qandaydir siqilish, qo'rquv yoki qandaydir nafasingiz qisayotgan yoki yuragingizda qandaydir og'riq bo'layotgan yoki ko'krak qafasingizda qandaydir bir narsa uzilib ketgandek bo'lgan voqealar, jarayonlar, hissiyotlar bo'lganmi? Buni xalqimizda yurak tushishi deb ataladi. Bunday holatda biz nima qilamiz? Darhol tabibga yoki yurak soluvchilarga boramiz va u yerda bizni o'sha mutaxassislar yuragimizni yoki ko'krak qafasimizni massaj qilishadi, kindik sohamizni qattiqroq bosishadi yoki qandaydir o'zini usullari bilan yurakni o'z joyiga solishadi. Va qizig'i bu holatda sizda yengillik bo'ladi. Ya'ni o'sha nafas qisishlar qo'yiveradi. Yuragingizdagi qandaydir yoki ko'krak qafasingizdagi qandaydir taranglik bo'shashadi. O'zingizni yengil his qilasiz, xursand bo'lasiz. Lekin ma'lum vaqt o'tgandan keyin, 2-3 kun yoki biror hafta o'tgandan keyin boyagi holat yana qaytalanadi. Xo'p, bugun mana shu mavzuda sizlar bilan gaplashib o'tamiz. Ya'ni yurak tushishi bu haqiqatdan bor narsami? Bu nimalarga davo bo'ladi? Yurak tushgani, ya'ni yurak soldirgani borganingizda nima uchun yengillashasiz va bu holat yana nima uchun qaytalanadi? Mana shu savollarga javob berib o'taman. Tibbiyot va anatomiya nuqtai nazaridan yurak hech qayerga tusha olmaydi. Mutaxassislar ham yurakni hech qayerga siljimaydi deyishadi. Ya'ni u tashqi tomondan qovurg'alar bilan mustahkam himoyalangan, pastki tomondan esa mustahkam diafragma muskuli bilan himoyalangan. Ya'ni bu hech qayerga siljiy olmaydigan darajada joylashgan. Ya'ni joylashuv nuqtasi. Endi bizda bo'layotgan holatlarda nima bo'ladi? Unda sizda savol tug'ilishi mumkin. Nima uchun unda yuragimiz xuddi qornimizda urayotgandek bo'ladi yoki qandaydir narsa uzilgandek bo'ladi yoki yurak pastroqda his qilamiz degan holatlar bo'lishi mumkin. Bular hammasi bizni vegetativ asab sistemamizning qo'zg'alishi natijasida bo'ladigan jarayonlar. Biz nimadandir uzoqroq, ya'ni uzoqroq stress holatda yurganimizda, qattiq his qilganimizda, qo'rqib ketganimizda yoki qandaydir qo'rquvli voqea bo'ldi, qo'rqinchli voqea bo'ldi, mana shu narsani o'ylab yurganimizda yoki shuni ta'siridan chiqa olmayotgan holatimizda organizmimizda mana shu vaziyatga nisbatan ur yoki qoch degan rejim ishga tushishni boshlaydi. Mana shu holatda muzlash holati bo'ladi. Ya'ni organizm unga javob qaytara olmay qolganda yoki muzlash holati deganiki qotib qolish holati bo'ladi. Mana shu holatda nervlarimiz orqali tanadagi muskullarga, ya'ni o'sha ko'krak qafasidagi diafragma muskuliga shunday buyruq bo'lganda diafragma muskulida tonus, spazm oshib ketadi, ya'ni qotib qolish. Va bu qotib qolgandan keyin diafragma muskuli rasmini qo'yib ketaman, bizni nafas olishimizda katta ahamiyatga ega. Diafragma muskuli qisqarishi va torayishi, bo'shashi orqali o'pkamizga havo kiradi va chiqadi. Endi bu qisqarishi va bo'shashi kamaygan sari diafragma muskuli qisqarish bo'shashi kamaygan sari yoki qiyinlashgan sari bizni nafas olishimiz qiyinlashadi. Xuddi o'pkamizga havo oxirigacha yetib bormayotgandek yoki to'siq bordek holat bo'ladi. Yoki yuragimizda qandaydir og'riq yoki yurak tez urishi yoki qandaydir pastroqda urish holatlari bo'ladi. Bular hammasi sizni nerv, ya'ni asab sistemangizning mana shu jarayonga berayotgan javob reaksiyasi hisoblanadi. Ya'ni u o'sha stress yoki qandaydir qo'rquv holatini haqiqiy holat deb o'ylayapti. Ya'ni sizga nimadir qandaydir xavf bo'lyapti tashqi tomondan va o'sha xavfga u javob berishga harakat qilyapti. Shuning uchun siz borganingizda, ya'ni o'sha yurak soldiruvchilarga borganingizda u yerda sizni massaj qilishadi, mana shu diafragma muskullari bo'shashadi. Bo'shashganning hisobiga tanada yengillik his qilasiz, nafas olishingiz yaxshilanadi. Ozgina o'zingiz yengil his qilasiz, qo'rquvlaringizni biroz unutasiz. Mana shu jarayonda qo'shimchasiga platsebo effekti ham ishlashni boshlaydi. Platsebo effekti o'zi nima? Platsebo effekti mana shu narsaga bo'lgan ishonch, ya'ni yurak soldirsam men yaxshi bo'lib qolaman degan ishonch
sizni mana shu holatdan birmuncha yengil his qilishga nima deydi, yordam beradi. Bu holat bilsangiz mana kinna qilish bor yoki boshqa shunga o'xshash holatlarda ham bo'ladi. Ma'lum darajada inson o'zini yengil his qiladi. Lekin agar sizda mana shu qo'rquv yoki vahima yoki nevroz holati chuqur holatda bo'ladigan bo'lsa, ya'ni kuchli bir holatda bo'ladigan bo'lsa, uni yashirin ildizlari bo'ladigan bo'lsa, bu holatlar vaqtinchalik effekt beradi xolos. Yuragingizni soldirganingiz ham, platsebo effekti ham 3-4 kun yoki bir haftadan keyin yana qaytalanishni boshlaydi va siz yana soldirishim kerak degan mazmunda yana yurak soldirishga borasiz va mana shu aylanani ichida yuraverasiz. Ya'ni borasiz, soldirib kelasiz, 3-4 kun yaxshisiz, yana paydo bo'ldi, yana borasiz. Yana shu holatda. Endi bu holatdan chiqish uchun nima qilish kerak? Bu holatdan chiqish uchun agar sizda nevroz, xavotir, vahima, qo'rquv bo'ladigan bo'lsa yoki kuchli stress bo'ladigan bo'lsa, mana shu narsani ruhiy va psixologik tomondan miyadagi fikrlarni, jarayonni tozalashingiz kerak. Ya'ni psixologik usullar orqali. Qachonki o'sha yashirin ildizlarni siz tozalaysiz, ularni miyadan yoki qalbingizdan chiqarib tashlaysiz, shundagina siz haqiqiy yengillikni his qilasiz. Tana xotirasida qolib ketgan qo'rquvlarni yoki spazmlarni oddiy massaj yo'li bilan yoki qandaydir yuragini solish yo'li bilan butunlay davolab bo'lmaydi. Qachonki siz bu narsalarni miyadan psixologik usullar orqali, ruhiyatni tozalash orqali chiqarasiz, shundagina sizda umuman nafas qisishi yoki yurak tez urishi, qo'rqish, xavotir bo'lish sizni umuman bezovta qilmay qo'yadi. Xalq tabobatini inkor qilmaymiz. Xalq tabobati ham o'z o'rnida juda ham foydali, samarali davolar beradi. Lekin agar siz nevrozdan, vahimadan, xavotirdan qutulmoqchi bo'lsangiz, buni ruhiyat va hissiyotlaringizni to'g'irlash, tozalash orqali bu narsaga erishishingiz mumkin. Agar sizda ham shunday holatlar uchragan bo'lsa, necha marta yurak soldirgansiz, qancha yordam bergan, o'zingizni tajribalaringiz bilan ozgina bo'lishib ketsangiz, xursand bo'lamiz. Kommentariyada bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa, like va obuna tugmasini bosishni unutmang. Qancha like va obuna bo'lsa, mana shu video sizga o'xshagan insonlarga shunchalik foydali bo'ladi, shunchalik ko'rinadi. Bu sizni bitta tugmani bosish orqali qanchadir miqdorda savob ish qilishingizga turtki bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. O'zingizni ehtiyot qiling.